Yaqinda yonimga bir ayol keldilar-da yig'inda, mana mana shu narsa uchun nima deb so'rash kerak dedilar. Buni o'qing-da, ketidan duo qiling desam, qabul bo'larmikin deydilar. Yo endi qabul bo'lmaydi dedim. Nega deydilar? Chunki ey inson sen gumon qilib bo'lding. Alloh esa gumonli duodan yuz o'girdim deb va'da beryapti. Shunaqa buyuk umid bilan so'rangki, duoyim qabul inshaalloh bo'ladi. Inshaalloh Allohning dargohiga yetib boradi. Inshaalloh yaratgan egam unga quloq tutib ravo qiladi degan umid bilan so'rash kerak ekan. Keyin so'raganda, ozgina so'ragan odamni Alloh taolo jalolatimga loyiq qilib so'rashni bilmading bandamdirkan. Bir kalima o'qiydigan farzand bergin deb so'ramang. Ko'p yig'inlarda yuraman, quloqimga kiradi-da. Ayollar duo qilasizlar-da, bir kalima Qur'on o'qiydigan farzand bersin. Nimaga 30 porani so'ramaysiz? So'rang, Alloh beraman deb turibdi inshaalloh. Orqamdan 30 pora Qur'onni xatm qilib jo'natadigan zurriyot bergin Alloh. Bir parcha hovli bersin deb so'raydi ayollar. Bir parcha emas, daryodek vatan bersin. Mo'minlar yayrasin, ibodat qilsin, qadr kechalari bo'lsin, azon yangraydigan, yaxshilar mehmon bo'ladigan vatanlardan bergin deb so'rash kerak ekan. Xudoyim taolo katta so'rasak, katta ato etishi va'dasi bor ekan inshaalloh. Makkaning imomi Abdurrahmon Sudaysiyga ko'plab saralashlardan keyin Makka tilloning imomi bo'lish baxti berilgan ekan. Shunda hamma so'rayotganmish, saralashga juda ko'p qorilar qatnashdi. Lekin siz g'alaba qozondingiz. Bugun mana Makka tilloning imomi bo'lib turibsiz. Sababi nima? Ilmingiz zo'rmi? Yoki Xudoning yo'lida bir narsani nazar qiluvmidingiz? Yoki Xudoga qarangki o'tkazgan bir chiroyli ibodatingiz bormidi deb so'ralganda, Abdurrahmon Sudays ko'zlarini yumib, ikkita yuzlaridan yosh yumalab turib aytgan ekanlar: "Onajonim, boshlarimga dashnom to'lganda, sho'xliklarim dunyoni to'ldirib, qo'ni qo'shnidan dakki kelganda, ikki yelkasini siqib, hammadan uzr so'rab, meni shu darajaga keltirgan onajonim, har azob yetgandan keyin ko'zida yosh bilan qo'lini ochib, ey Abdurahmon, shuncha yetkazgan istamingga bolam, Makkaga imom bo'lmasang asti rozi emasman deb aytardilar. Allohga hamd bo'lsin. Bugun mendan zo'r ilmlilar turgan bo'lsa ham, onajonim duosi xayri bilan men Makka tilloga imom bo'ldim deb javob bergan ekanlar. Shuning uchun ey onalar, so'raganda siz gumon qilsangiz, boshqalar qanday gumon qilmasin? Bolangizni chaqirib olsa ovqat pishgan. Makkaning imomi taomingiz tayyor bo'ldi deb qo'ying. Har doim shunaqa chaqiring. Biri bo'lmasa, birini qabul qilsa ajab emas Alloh. Qiz bolani chaqirib ol. Chaqirayotganda chaqirish bor. Ey mo'minlarning onasi, qorilarning onasi, uyg'oning deb chaqirish kerak ekan. Xudoning qudrati bilan payg'ambarim alayhisalom bir joydan o'tib ketyapsalar, bir ayol bolasini qarg'ab turganmish. To'xtabdilar-da, erinmasdan oldiga borib aytibdilar: "Ey ayol," debdilar. "Sen aytgancha bo'lsa, sen aytgandek bolang shu narsalarga giriftor bo'lsa, so'yinasanmi?" debdilar. Haligi ayol yoqasini ushlabdi-da, "Tavba" deb gapiri. "Tavba qildim ya payg'ambar alayhisalom, jonimdan o'tkazib yuborsa shunaqa duvaraman" deganlarda, "Joningdan o'tib ketsa bir so'zni o'zingga odat qil" debdilar. Nimani deb so'ragan ekanlar? "Burning yerga tekkur" deb aytgan. Bolangni burni yerga tegsa sajda qiladi debdilar. O'tib ketibdilar. Haligi ayol shundan keyin shuni odat qilibdi, qachon bolasi javratsa, vujudi qarangki to'lqinlanib ketsa, ha burning yerga tekkur deb aytadigan odat qilibdi. Bir vaqtda bularimiz juda dono bo'lishardi-da. "Hay o'yinga bug'doy to'lgur, meni aytganimni qilmabsan-ku" deb aytilardi. Ha? Va yerdan kesak olib ukalarimizga otardilar. Buvim, bolalar endi sho'x bo'lardi, meni quloqimda qolgan. O'g'il bolaga qarab aytardilar: "Ha, urug'ingdan ko'payginadirdilar." O'g'il bola urug'idan ko'paysa, serfarzand, ser davlat bo'ladi. Shuning uchun bizlarni so'rayotgan narsamiz, ey aziz ayollar, joningiz og'rib turganda ham, ha Alloh ikkita ko'zingga hayo bersin deb qo'ying. Ertasi kuni kelib, onajon kechiring. Kecha tutoqib turdim, yuzingizga eshik yopdim. Ko'chaga chiqib afsus qildim. Mushtiparim, Ka'batulloyim, dilingni og'ritgan bo'lsam kechir meni deb kelib qolsa, yana inshaalloh ro'shnoligi o'zimizga bo'lar ekan. Anunda bo'g'irsangiz bo'lib ketaveradi, lekin iymonini so'rasangiz, u iymonga inshaalloh duchor bo'ladi. Payg'ambarim alayhisalom marhamat qildilar. Payg'ambarlar 124 mingta bo'lgan. Hammasini duosi qabul bo'lgandek,
badduosi ham qabul bo'lgan dedilar. Nuh alayhissalomdek payg'ambarni qavmi to'ydirib yuborganda duoibat qilganlarida yer yuziga suv toshqinidek balo kelibdi. Lut alayhissalom, Solih alayhissalomlar qavmidan to'yib ketganda osmondan harsang tosh yog'ib, chinqiriqli shamol bilan odamlarning eti uzilib, qarangki ofatga duchor bo'libdi. Payg'ambarim Muhammad alayhissalommi chakkalariga tosh tegib, chakkalaridan issiq qon oqqanda Jabroil alayhissalom kelib aytgan ekanlar, Allohning arshi titrayapti. Sizni yuzingizdan qon oqizganlarni duoibat qilar ekansiz, yo Muhammad alayhissalom. Alloh Toif shahrini yerga yuttirib yurar ekan dedilar. Shunda payg'ambarim alayhissalom ko'zda yosh, qonab turgan yuz bilan bitta narsani aytdilar. Ey do'stim Jibroil alayhissalom, men dunyoga odamlarni qarg'ash uchun emas, men dunyoga odamlarni duoyi xayr qilish uchun yaraldim dedilar. Qaysi ummatim mendan bo'lsa birovni qarg'amaydi dedilar. Mana biza ummati Muhammadmiz inshaalloh desak, birovni qarg'ash bizaga qarangki durust emas ekan. Sarvari koinot alayhissalatu vassalam Toif shahriga iymon so'radilar, otalariga qo'nmadi-yu, qarangki bolalariga qo'nib, kelajakda mana shu bolalar tobiinlardan, aziz avliyolardan bo'lib dunyodan o'tdi. Demak, aziz ayollar, payg'ambarim alayhissalom marhamat qilyaptilar. Tavba surasining 60-oyatida Alloh va'da berdi. So'rang, men qabul qilaman dedi. Alloh yolg'on gapirmaydi. Alloh haq va'dani beradi. Qabul qilaman deb Robbim buyurdimi, ana endi uni inshaalloh qabuliga ishonish kerak ekan. Xudoning qudrati bilan payg'ambarim alayhissalomning davrlarida bir ajoyib voqea sodir bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam davrlarida Madinada hovli bo'lib berildi. Bir sahoba yigit hovli xarid qilsa, qoziq qoqib yon devor qo'shnisi Yahudi jugit kampir bo'lib tushib qoldi. Haligi jugit kampir 9 ta o'g'li bor ekan. Qarab tursaki, sahoba erkegiga, musulmon erkegiga 3 ta bolasi bilan ham shuncha hovli, bu ayolga 9 ta bolasi bilan ham bir xil hovli bo'lib berildi. Haligi ayol hasad qildi. Yahudi hasad qildi-de, odamlarni aqlidan ketsin, unutsin, bir chiroyli tadbir qilaman-de, shu hovlini o'zimga o'zlashtiraman dedi. Oradan vaqtlar o'tdi. Odamlar kimni hovlisi kimniki ekanligini qoziq tortilgan yerdan aniqlamaydigan vaqt kelganda, etagini boshiga yopib, ayol hammani chaqirib, shu hovli uniki ekanligini, sahoba o'zlashtirib olganini tuhmat qilib, atrofga jar soldi. Sahoba har qancha urinmasin, ko'zda yosh bilan harakat qilmasin, qoziq qoqilgan yer unikiligini isbotlab bera olmadi. Va oxiri kuchi qolmagandan keyin haligi ayolga qarab aytdi: "Ey ayol, bugun peshonamda halol bo'lib turgan narsani senga qo'yib ketyapman. Lekin shu hovli senga buyurmasin" dedi. Shu hovli tez kunda senga qabriston vazifasini o'tasin dedi. Haligi sahoba ketdi. Qoziqlar aylantirilib, ikkita hovlini bitta qilib jamlab, ayol gul aylantirib hujra solib, 9 ta o'g'liga imorat bitib berdi. Tez kunda xotinning ko'zi ko'r bo'lib qoldi. Devorni paypaslab yuradigan ayolni ro'zg'orda qiynalayotganini ko'rib, o'g'illari hovlidan quduq qazib berdi. Haligi quduqqa chelak tashab, sug'urib olib, ro'zg'orda unniydigan odat chiqardi bu ayol. Lekin ming afsuski, yaqin orada ayolning qo'lidan, belidan quvvat ketib, chelakni tortaman deb boshi bilan og'ib quduqqa tushib ketdi. Ayolni kunlab qidirishdi. Ayolni haftalab qidirishdi. Ayol hech qayerdan topilmadi. Vallohning marhamati bilan tez kunda hovlidan badbo'y hid tarqala boshladi. Beliga arqon bog'lab, qo'lida shamchiroq bilan o'g'illaridan biri quduqqa tushib, ne ko'z bilan ko'rsinki, ayol suvni yuzida hishib yotganini ko'rdi. Qaytib chiqib, og'a-inilariga aytgan bitta gapi bo'ldi. Endi xohlasak ham onamiz suvdan ko'tarib ola olmaymiz dedi. Hammalari qo'llariga bittadan harsang tosh olib, quduq og'zini to'ldirishdi. Ayolni tosh bo'ron qilib, o'sha hovliga dafn qilishdi. Haligi erkakni etgan qarangki duoibati o'z natijasini topib, ayolga shu hovli hech qancha kunlarda rohat bilan yashashga buyurmadi. Shuning uchun bir vaqtda ota-bobomiz aytardilarki, oqlig'i haqqi bilan bolam yeri haqqi og'ir bo'ladi. Yeri haqqidan ehtiyot bo'linglar degan gaplar bo'lardi. Bir qoziq qoqayotgan otalar ko'chaga emas, ichkariga mendan ketsa ketsin, birovni haqqi yuqmasin deb turib, qozig'i avvalgilar Xudodan qo'rqib ichkariroqga qoqardi. Hozir ko'chalar bilan o'rab olinadi. Sal kechroq kelsin qo'shnilarnikiga qarab tortiladi.
Bir qarich bu yoqqa o'tib ketadi, bir qarich bu yoqqa o'tib ketadi. Ko'chalar bilan qo'shiladi va ko'chada odamlarning o'tadigan yo'lagi qolmaydi. Men yaxshilab qarab turib aytaman. Ta'ziyaxonaga borib fotoqa o'qib kelaman desangiz, oynani tegidan yuradigan yo'laklar bo'lardi biz yoshligimizda. Onalarimiz yetaklar bog'chalardan qaytib kelishadi. Yo'laklar yo'q, o'rab olingan hamma yoq. Ta'ziyaxonaga borsangiz, xohlaysizmi, xohlamaysizmi, erkakni oldidan katta ko'chadan o'tishga majbursiz. Mana shu narsalar qiyomatning alomati ekan. Payg'ambarim alayhisalom qiyomatga kelib odamlar duoibatdan va yerni haqqidan qo'rqmaydigan bo'lib ketadi degan ekanlar. Eng yomoni bu yerni haqqi qabrdan toraytirib tortib olinar ekan shu odam qabrga qo'yilganda. Faraz qiling, qabrda yotibdi lahatda. Yer siqilib kelib o'ng qovurg'asi yotgan insonni chap qovurg'aga qarsillab singib ketar ekan. O'kirar ekan qabrda yotgan mayit. Alloh qaysi gunohim uchun deyilganda, yer yuzida musulmonning yeriga bir qarich hovlisiga qilgan tajovuzingdan bugun lahatdan urib qoldik deb Alloh amr qilar ekan. Demak, inshaalloh yerni haqqi qabrda bizni tutmasligi uchun mana shu narsadan duoibatidan ehtiyot bo'lishlikka buyurilgan ekanmiz. Onalarni, otalarni duosi bolalarga o'tgandek, payg'ambarim alayhisalom bolalarni ota-onani duo qilishga o'rgating dedilar. Qur'oni Karimda Alloh Robbirhamhuma kama robbayani sag'ira deb aytgan deyapti bizga. Bir parcha go'shligimda menga rahim qilgandek, ona otamga rahim qilgin Xudo deb yalingin menga deyapti Alloh. Ota-onasini duo qilmagan farzand jaynamozdan quruq turib ketsa, xoh ota-ona tirik bo'lsin, xoh o'tgan bo'lsin, farzandning nomi badbaxtlar ro'yxatiga yozib qo'yilar ekan. Shuning uchun albatta har bir farzand ota-onani duo qilishi shart ekan. Ko'chaga ketgan erkakni ayoli duo qilsin. Qizlarga mushtay yoshidan Arabistonda voqea yodlatiladi. Voqea Badavlatlarning surasi. Voqeani yodlab, erketidan duo qilgan ayol 2 hissa baraka bilan oladi inshaalloh bugungi rizqini. O'zini navbatida erkaklar ayolini duo qilsin dedilar. Xizmatiga, tug'ib berayotgan bolasiga, ona otasi va uning urug'iga qilayotgan xizmatiga duo qilmas ekan, erkakning duosi ham qabul bo'lishi dargumon ekan. To'g'ri, hamma erkak ham yuz-yuzga qarab, boringga shukr, ming rahmat qoyillatding deya olmaydi. Lekin hattoki xufiya ichida Alloh ayolimni panohingda saqla, baxtimga omon qil, dardiga shifo bergin deb 2 og'iz ichida namozda qilgan duosi ham o'zini duosi qabul bo'lishiga zamin bo'lar ekan. Payg'ambarimiz alayhisalom har sahar turib, Allohim Hadijamga jannatni ato etgin deb yig'lar ekanlar. Hamma xotinlari ko'rar ekan, u hech narsa deyish olmas ekan, lekin Oysha onam g'ashlari kelib aytvorar ekanlar. Alloh sizga undan ham yoshini berdi ya Rasululloh. Alloh sizga undan ham go'zalini berdi ya payg'ambar alayhisalom. Nega ha deb shu qari xotiningizni eslayverasiz deganlarida ko'zlariga qizil qon yugurib ketib, vujudlari titrab ketib bitta so'z aytibdilar. Ey Oysha, qo'lingizdan kelsa Hadijamga o'xshagan xotin bo'ling deb chiqib ketgan ekanlar. Bu gap Oysha onamga juda qattiq botib, hali Hadijadek bo'lolmayman dey. Bu ayolli darajasiga yetish hali dushvor ekan deydigan so'z bilan qaytib og'izlarini u ayol haqida ochmagan ekanlar. Demak, inshaalloh payg'ambarimiz alayhisalom sunnatlari bilan erkaklar ham ayollarini duo qilishga amr qilinadilar. Hech ham duo qilmaydigan bandasidan Alloh nafratlanar ekan. Alloh dard beryapti, mushkul beryapti, hali palonchixonga boradi, boshiga ish tushsa, hali pistonchixonning eshigini taqillatadi, lekin jaynamozni yozib 2 rakat namozda Allohim sen eshiklarni ochsang ochiladi. Sen rahim qilsang rahim ko'raman. Sen onson qilsang mushkulim onson bo'ladi demagan bandasidan Alloh nafrat qilar ekan. Shuning uchun nima ish tushsa payg'ambarim 2 rakat namoz bilan Xudoga yolvorar ekanlar. Bizga ham Allohga duo qilish buyurildi. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam marhamat qilyaptilar. Ichinglarda ba'zilaringlarni Alloh yaxshi ko'rsa, boshinglarga imtihon beradi dedilar. Ko'zinglarga yosh beradi, musibat beradi, sinov beradi dedilar. O'sha bandasi bilan Xudo joynamozda yolg'iz qolishini, uni to'yib yig'lab Allohga muhabbat izhor qilishini yaxshi ko'radiki, o'sha bandani boshida imtihon turadi dedilar. Shuning uchun ey ayollar, qaysi biringlarni bugun ko'zingizda yosh, qaysi biringlarni bugun duoinglarga sabab bo'ladigan imtihoninglar bor bo'lsa, Alloh sizlarni sevibdi. Alloh sizlarni yaxshi ko'ribdi. Alloh sizlarni huzuriga, dargohiga chaqiribdi. Keling bandam, yolg'iz qolib bir-birimizga roz izhor qilamiz debdi.
Buning uchun Allohga hamd bo'lsin va mana shu imtihonning oxiri baxayr bo'lsin, xayrli bo'lsin deb so'raymiz inshaalloh. Payg'ambarim alayhisalom aytdilar: "Ichinglarda ba'zilaringlarni duoinglar qabul bo'lmasa so'yininglar" dedilar. Nega dedi sahobalar? Duo qabul bo'lmasa ham so'yinamizmi deyshuvdi? Ha dedilar. Sababi Alloh taolo ba'zilaringizni duoingizni qiyomatga olib qo'yar ekan. Tug'dan o'tkir, qildan ingichka sirotdan oyoq qo'yib yurganimizda, tagidan 70 yillik o'radan jahannam o'ti gurullab turganda, savol javobda oyoqlarimiz qalqib ketib, qarangki sirot chayqala boshlar ekan. Shunda chiroyli suratda bir xurday yigit kelib, qo'ltig'ingizga kirib, ikkita qo'lingizdan yetaklab jannat eshigiga yashin tezligida olib o'tib qo'yar ekan. So'rar ekansiz kirib olib, "Allohim, yaratgan egam, qandoq rahmat, bu kim bo'ladiki? Bugun meni jannat eshigiga tezlik bilan eltib qo'ydi" deyilganda, "Sen dunyoda so'ragan, lekin men ijobat qilmagan duolaringdir" deb Alloh inshaalloh amal qilar ekan. Shuning uchun aziz ayollar, Allohim yaratgan egam, ba'zilaringlarni inshaalloh duolaringlarni qiyomatga zaxira qilayotgani ham haq bo'lsin. Qiyomatda jannat bilan qovushishingilarga sabab bo'lsin. Xudoyim haq taolo sizlarni duoinglar haq, nimaniki so'rasanglar Alloh beradi. Inshaalloh bir-biringlarni yaxshilik ustida duo qilinglar. Va oxirida bitta rivoyat bilan tugatamiz. Payg'ambarim alayhisalomning davrlarida bir dunyo bevalar yetimlari bilan yig'ilib kelishibdi. Masjidning hovlisi bevaga to'lib ketibdi. Hammasini 3 tadan, 7 tadan, oldida 9 tadan qarangki yetimi bor. Ya Rasululloh sallallohu alayhi vasallam, yetimlarimiz och, 3 kundan beri quruq suv ichiryapmiz, hatto ovqat yo'da tursin, ovqat haqida gap yo'q, xurmo topib bera olmayapmiz og'ziga. Ko'zi kirtayib qoldi. Bugun agar bir narsa yedirmasak bolalarimiz tinkas qurib yiqiladi dedilar. 3 kun quruq suv ichibdi bolalar. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam titrab ketdilar. Yetimlar och qolsa-yu, biz hali xurmo yeb yuribmizmi dedilar. Etagida o'tirgan sahobaga qarab aytdilar: "Turing o'rningizdan. Falonchi sahobanikiga tezlik bilan boring, meni aytdi deng." Payg'ambarim alayhisalom buyurdilar deng, "Yetimlar och qopti" deb ayting. Bir hovli tuyasi bor, bittasini so'yib bersin dedilar. "Xo'p bo'ladi" dedi hali sahoba yugurgilab borib eshikni taqilladi. Eshikni qoqib bor voqeani aytsa, haligi odam kinoya bilan eshitib turdi-da, "Xo'p, payg'ambaringiz aytdilar alayhisalom." "Ha, shu zot aytdilar. Borib aytib qo'ying. Men hali birovni yetimini boqar darajada boy bo'lganim yo'q" deb qars etib eshikni yopib qo'ydi. Haligi odam titrab ketdi. Qaytib kelib eshikda turibdi, hijolat bilan turibdi. "Nima deb aytaman payg'ambarimga?" "Aytavering" dedilar tabassum qilib. "Ya Rasululloh, hali boy bo'lgani yo'q ekan, yetim boqar darajada. Hovlisi tuya bilan to'lgan hududiga to'lgan" dedi. "Qo'linglarni ko'taringlar, tuya bermagan ummatimni duo qilaylik" dedilar. "Qarg'ab qo'yinglar" demadilar. Hamma qo'lini ko'taruvdi. "Dunyo shu ummatim uchun aziz ekan. Alloh shunchalik dunyo bersinki, sonini, sanog'ini bilmay qolsin" dedilar. Hamma amin, Allohu akbar dedi. Xudoning qudrati bilan endi turing, yana bitta sahobanikiga borasiz. Peshonasida bitta bo'talog'i bor. Shuni so'yib bersin, eting dedilar. Hali sahoba kelib eshikni taqillatib, payg'ambarimiz qarangki arzlarini etuvdilar. Eshitib turgan sahoba aytdilar: "Jonimni so'rasinlar uzot. Tuya so'ringlarmi mendan? Meni shirin jonimni so'rasinlar. Men uzotga hadya qilay payg'ambari alayhisalomga Xudoni. Xudo nazar qildi-yu hovlimga" dedilar-da, yugurib kirib tuyani yerga yotqizib, qivlaga qaratib bismillohu akbar deb so'yib berdilar. Savat go'sht bo'lib baraka keldi. Hali savatlarda go'shtlarni ko'tarib kelishdi. Yetimlarni hammasini bag'riga bittadan go'sht quchoqlatdilar. Go'sht yetdi ham taqataq, yetim ham tugadi. Hamma ketgandan keyin aytdilar: "Endi qo'linglarni ochinglar. Peshonasida bittasini bergan ummatga ham duo qilib qo'yaylik" dedilar. Hamma qo'lini ochuvdi, duo qildilar payg'ambarim alayhisalom. "Ya yaratgan egam Alloh, Xudoyim haq taolo bu bandaga bugun yeydigan bir burda nonini eshigidan kirgizsin. Unga loyiq 5 mahal namoz o'qisin-u, lekin anitga qo'yadigan bitta qizil chaqa orttirmasin. Allohu akbar" deb duo qildilar. Dedi hamma. "Tuya bermaganga davlat so'radingiz. Tuya berganga chaqa orttirmasin duosiz. Ammo siri sinoati nimada deganlarda aytaman" dedilar. Qiyomat kuni Sirot ko'prigi 3000 yillik yo'l bo'ladi. Hammamiz 3000 yil safar qilar ekanmiz. Lekin vallohu alam ko'ringki, kimdir undan shunaqa qisqa qilib qo'yar ekanki, Xudo bir kiprik qoqqanda jannat bilan qovushib bo'lar ekan,
kimdir asrlab safar qilar ekan. Va Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, dunyosi ko'p odam har bitta tangani, har bitta libosni, har bir parcha go'shtni javobini berib bo'lmagunicha sirotdan o'tmaydi dedilar. Ular sirotda asrlab qolib ketadi dedilar. Lekin boyiga ummatim bir-biridan non yesin, namozi bilan savobini ado etsin u qiyomat kuni jannatga yashin tezlik bilan kirsin deb men unga rohatni niyat qildim dedilar. Shuning uchun bir vaqtda ota-bobolarimiz so'rardi. Bugun topgan davlatimiz yaxshi kunimizga, ba'zida yomon kunimizga yarayaptimi? Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin. Birovga muhtoj qilmayaptimi? Allohga hamdlar, sanolar bo'lsin. Odam tanimaydigan davlatdan, lati bor davlatdan Allohni o'zi saqlayversin. Duo qilamiz. Allohim barchalar duoinglar mustajob, bolalaringlar baxtli, inshaalloh xonadoninglarda yetim miskin to'yadigan, Allohim saxiylar, yetim miskinni boqadigan avlodlar ulg'aysin. Xudoyim avlodlaringlardan adashganlar chiqmasin. Barchasini qo'lida Qur'on, qalbida iymon bo'lsin. Allohim barchamizga iymonda, halovatda, inshaalloh oxirgi damgacha yiqilib turadigan, ibodatga yaraydigan umrda qaritsin. Aql xush o'zinglarga yo'ldosh bo'lsin. Qariganda mazax qilmasin. Xudoyim haq taolo yaratgan egam barchamizni so'nggi nafasgacha Robbimdan boshqasiga muhtoj etmasin. Allohumma solli va sallim va barik alayh. Amin. Allohu akbar. Allohu akbar. Allohu akbar. La ilaha illalloh vallohu akbar. Allohu akbar valillahil hamd. As-salatu was-salamu alayka ya Rasulullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya Khalilallah. As-salatu was-salamu alayka ya Safiullah. As-salatu was-salamu alayka ya Habiballah. As-salatu was-salamu alayka ya khairul khalqillah. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Saddaqa ya Rasulullah mubashiran va naziran litu'minu billah. Allohum izin bersin, Allohum izin bersin. Qo'limizdan siz tuta ko'ring to qiyomatda ya Rasulullah. Bu dunyodan xayrlashib ketgun bor, mashaqqatli sinovingdan o'tgun bor. Umid sensan faqat o'zing madadkor. Borganimda bandam degil Xudoyim. Salom berib borsam sening yoningga. Ozor berma Alloh mening jonimga. Kalomingni jo qilurman qonimga. Borganimda bandam degil Xudoyim. Umrim o'tdi qadring bilmay yig'layman. Qolgan umrim ibodatga bog'layman. Qo'lingdirman visolingni chog'layman. Borganimda bandam degil Xudoyim. Uyim joyim debon jonimni berdim. Chumoliday yer yuzidan rizq terdim. Sen so'rasang jismu jonimni bergum. Borganimda bandam degil Xudoyim. Noming poklab nido qilsam dunyodan. Jannat go'yo jonlanar ko'z o'ngimda. Gunohlarim mag'firat qil so'ngimda. Borganimda bandam degil Xudoyim. Yemay ichmay o'g'il qizga yedirdim.
o'zim kiymayman ularga kiydirdim va nihoyat ibodatni bildirdim. Borganimda bandam degil Xudoyim, bu dunyodan endi tezroq ketkum bor. Huzuringga poklik bilan yetkum bor. Qalb nidosin sanga borib aytkum bor. Borganimda bandam degil Xudoyim, huzuringga yig'lab kirib borgandim. So'roqchilar atrofimda turgandim. Bir tarafdan qabr siqib turganda, borganimda bandam degil Xudoyim. Bir tarafdan qabr siqib turganda, borganimda bandam degil Xudoyim. Amin. Allohu akbar, Allohu akbar, la ilaha illalloh vallohu akbar, Allohu akbar va lillahil hamd. Bismillahirrohmanirrohim. Subhana robbika robbil izzati amma yasifun va salamun alal mursalin valhamdulillahi robbil alamin. Allohim yaratgan egam, ichimizda dardmanlar bor, dardlarimizga shifo bergin. Ichimizda Allohim g'amnoklar, g'ussaga botganlar bor, ro'shnolikka yorug'likqa chiqargin. Allohim ichimizda farzandlari qarzdorlar bor, qarzdorlarga najot bergin. Allohim ichimizda farzandlari ikki yo'l orasida turganlar bor, oq yo'l ato etgin. Befarzandlar bor, Allohim zurriyot ne'matini hadiya qilgin. Safarga ketganlar bor, safarlarini bexatar qilgin. Allohim uy boshlagan, to'y boshlaganlar bor, Allohim inshaalloh g'oybidan yetkazgin. Allohim baytingga, hajlaringga ko'z tikib umidda turganlar bor, mehmon qilib uylaringda Allohim o'zing mehmon qilib siylagin. Yaratgan egam, ichimizda yaratganim, inshaalloh boshida tashvish turgan erkak va ayollar bor. Tashvishlarini aritib, Allohim inshaalloh xonadonlariga ro'shnolik fayz bergin. Shu xonadonga ham Allohim nazar qilsin. Bolalari baxtli bo'lsin. Ehsonlari xatmlari dargohida qabul. Bugun sizlarni ham o'rninglardan turganinglarda, eteklaringlardan g'am, g'ussa, gunohlaringlar to'kilib turishga nasib qilsin. Yurtlarimiz tinch bo'lsin. Ob-ravonga baraka, islomga quvvat bersin. Bolalaringlar orqanglarda qolsin, dog'ini ko'rsatmasin. Hammasini baxti biriniki biridan kam bo'lmasin. Bag'ringizda yashnasin, barchasini xonadonida, shirin dasturxonida erkak xotin bo'lib yurishi hammanglarga nasib qilsin. Bifadlika, bikaramika, birahmatika ya arhamar rohimin. Amin. Allohu akbar. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.